Oyoq og'rig'i, bel og'riqlari, turli xil boshdagi og'riqlar va albatta oyoq va qo'llardagi turli xil karaxtlar uyushishda sizda paydo bo'lyaptimi? Albatta siz bularga natijali, ya'ni uzoq vaqt davomida sizni bezovta qilmaydigan darajada davolaydigan metodika axtarib qiynalayotgan bo'lsangiz, albatta doktor Nazarov sizga har doim aloqadamiz, konsultatsiyalarimiz har doim beplatni sizlar uchun. Xo'p, davolash metodikalarimizni yana ham sizga aytadigan bo'lsak, biz ko'proq biz bilan bog'lanadigan kunlaringiz Toshkentda faqat dushanba kuni bir kungina xolos qabulimiz bor. Qolgan kuni shanba kuni Buxoroda va albatta qolgan kunlari Samarqand shahrida klinikada qabul qilish kunlari bo'ladi. Sizda ham mana shunaqangi turli xil zaklochenlar bilan shifo topolmasdan qiynalib yurgan bo'lsangiz, og'riqlar bilan albatta bizga kelishga juda ham uzoq masofa bo'lganligi uchun biz bilan fikr almashishingiz mumkin. Ya'ni bugungi zamon tilida onlayn usulda Telegram kanal orqali Janob Kobra lotincha yozsangiz, bizda Telegram gruppaga albatta a'zo bo'lasiz va shu orqali lishkaga tashlasangiz bo'ladi. Hamma zaklochena diagnozlaringizni ko'rib berishga ana endi отдельно gruppa taqlayapmiz. Xudo xolasa foyda tegadi, tegmaydi, yaxshi bo'ladi, bo'lmaydi yoki bo'lmasam sizni kelajagingiz prognozingizni bera olishimiz mumkin. Albatta buni hammasi beplatni. Bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin.